Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mast haydovchining ichki ishlar organlari xodimlariga qarshilik ko'rsatib, patrul post xizmati inspektoriga tan jarohati yetkazgani aks etgan video tarqaldi. Aka, qarshilik qilmang, bo'ldi, qarshilik qilmang. Siz xodimmi rossiz, bilasizmi? Siz xodimmi rossiz? Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan mazkur holat yuzasidan tezkor tergov tadbirlari o'tkazilib, voqea atroflicha o'rganildi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa poytaxtning Yashnobod tumanida sodir bo'lgan. Fuqaro Pardayev davlat raqamlari yechib qo'yilgan transport vositasini mast holatda boshqarib, svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'iga bo'ysunmasdan harakatlanib, boshqa avtomashina bilan yo'l transport hodisasini sodir etgan. Voqea joyiga yetib kelgan yo'l patrul xizmati xodimlari yo'l transport hodisasini rasmiylashtirmoqchi bo'lganida Pardayev jamiyatda yurishtirish qoidalarini qasddan mensimasdan xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay, ularga faol qarshilik ko'rsatgan. Haqoratli so'zlar ishlatib, xizmat vazifasini bajarayotgan inspektorning pagollarini yulib olgan. Voqea joyiga borib o'rganilganda Malibu haydovchisi o'ta mast holatda ekanligi va o'zini bilmayotganligi, hushi o'zida emasligi ma'lum bo'ldi. Belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rish maqsadida yo'l transport hodisasi chizmasini rasmiylashtirgan chog'imizda Malibu haydovchisi kurakda turmaydigan turli xil so'zlardan ishlatib, so'kib, jamoatchilikni o'ziga qaratib, tartibni buzarlik qilib, bizga faol qarshilik ko'rsatdi. Shundan so'ng voqea joyiga maxsus ekipaj chaqirtirilgan. Yetib kelgan patrul post xizmat xodimlarining jamoat tartibini saqlash haqidagi qonuniy talabini bajarmagan Pardayev ulardan birini urib, tan jarohati yetkazgan. Murojaat bo'yicha Muzogirbek ko'chasiga yetib borganimizda fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilgani va ichki ishlar xodimini qonuniy talabiga bo'ysunmayotgani, ularni har xil so'zlar bilan haqorat qilib, so'kayotganligini guvohi bo'ldik. Va shundan so'ng biz fuqaroni tinchlantirish maqsadida unga qilayotgan xatti-harakati noqonuniyligini, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasiga zid ravishda harakatlanayotgani bo'yicha tushuntirish berdik. U meni jag qismimga bir marta mush urib qoldi. Shundan so'ng o'zimga biriktirilgan maxsus vosita, ya'ni shoker yordamida fuqaroni zararsizlantirib, ichki ishlar bo'limiga olib bordik. Patrul post xizmati inspektori O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonuniga muvofiq xavf va hujumni bartaraf etish hamda huquqbuzarlikka chek qo'yish maqsadida maxsus vositalarni qo'llagan. Yo'l patrul xizmati inspektori yo'l transport hodisasini rasmiylashtirish jarayonida mast haydovchi ekanligini aniqlab, bunga qonuniy chora ko'rib, transport vositalarini vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirib, post patrul xizmati ham jonbozlik ko'rsatib, xavf oldi olindi. Yo'l harakat qatnashchilaridan yo'l harakat qoidalariga rioya qilishlarini, mast holda transport vositasini boshqarmasliklarini so'raymiz. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'z vaqtida ko'rilgan choralar natijasida mast haydovchining noqonuniy harakatlari to'xtatilgan va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa og'ir oqibatlarning oldi olingan. Tasavvur qiling, oyog'ida zo'rg'a turgan davlat xodimining qonuniy talabini mensimasdan ularga faol qarshilik ko'rsatayotgan ushbu shaxs avtomobilni boshqarishda davom etganida insonlarning umriga zomin bo'lishi mumkin edi. Spirtli iste'mol qilganligim sababli gaptalashib ketib qoldik. Keyin shu post patrul xizmatlari xodimlari yetib kelib, o'zaro janjallashib qoldik. Shundan so'ng qo'lim kayib ustida qo'lim ko'tarib oldim. Bu qilgan ishimdan ming afsustaman. Endi kechirishlaringizni so'rayman. Barchadan uzr so'rayman. Men ahmoqchiligim bilan mana shunaqa shuncha joyga keldim. Boshqalarga tavsiya etmayman bunday qilib ichib yurishlarini. Transport hodisasi sodir qilib qo'yganimda men orqamdan boshqalar jabr ko'rishi mumkin edi. Akamni ham shuncha yil yiqqan obro'sini, shuncha yil ishlagan vaqtini besabab shuncha putur yetkazib qo'yapman. Hammasiga o'sha spirtlik sababchi ekan. Bu hol boshqa qaytarilmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani prokuraturasi tomonidan fuqaro Pardayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi hamda 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davom etmoqda.